Yana bir bana assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Hurmatli kanalımıza abunasiz olsa. Oğulcan apamızı xanadonini uzatib turibmiz yana. Bolalar bilan, yigitlarimiz bilan, obunachilarimiz bilan yordamida ikkita xonada saqladik. Mana bunda eshikni ikki atpardi. Xiyoli ustalarimizga rahmat. Yana 3 ta eshikni ham yana chiroylatib ikki yana daqib berdilar. Xudo xolasa endi necha chiqadi. Bir o'zi malyarka bo'lgan, lekin bu malyarkani qaytadan qilib bo'ldik, chunki eshiklarni qo'ysin, chiroyli bo'lsin-da. Patologni ham qilib beramiz, xudo xolasa, imkon darajasida. Biz ham kuzatishda davom etinglar, ketdik xudo xolasa. Ustalar ham materiallarni etkib beramiz, yo'l-yo'lakay. Hali hammasini bir xato syomka qilib ko'rsataman. Shunchaki men obunachilarim uchun surpriz yaptırman, to'liq ko'rsatmayman. Hamma joyini bitkazgandan keyin xudo xolasa ko'rsatib o'taman. Ustalar ketib bordi. Zafer Efe geldi ha? Nasıl? Onun yerine geldi onu. Evet, onu. Abunachilar bizani qo'llab-quvvatlab turiblar. Like olib bosinglar, videolarni tarqatinglar. Görelim. Yana do'stlar, yana shu yerga keldik. Xudo xolasa 3-xonani ham qo'shimcha qilgandan keyin yana shu yerdan material olamiz. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah. Ya dinle bende et serkeş hayalim. Boşkanı uylamay, boşkanı demay. Ya dinle bende et serkeş hayalim. O'zgani o'ylamay, boshqani demay. Sohibi qudratim, sohib kamolim. O'zgani o'zingday sevdirma, sevmay. Sohibi qudratim, sohib kamolim. O'zgani o'zingday sevdirma, sevmay. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Xudo xolasa videolarimiz davom etadi. Ertaga bo'ladigan videolarimiz, ertaga bo'ladigan bu oiladagi jarayonlarni hammasini Ushshavot YouTube kanaliga joylashtirib qo'yamiz va Instagram va Telegramga joylab qo'yamiz. Manglayga oshiq deb dasxat bitib qo'y. To abad dunyoga ishqim tushmasin. Manglayimga